Ofismi, klinikami, uchebniy sentr qilmoqchi bo'lib nijlo qilib yurgan mijozlarimiz uchun yo'l yuzdan 3 xonali uyimizga chiqdi. Yunusobod 8-kvartalda joylashgan. Orientirimiz esa Billur to'yxonadan Korzinkiga qarab yurayotganlarda 10 qo'llarda joylashgan. Fasadimiz ham 6 metr, uzunligi esa 15 metrdan oshadi. Yo'llari ham polностью mana chastlik, polностью nijlolar bo'lgan. Umumiy maydonimizda 78 kvadrat metr plus yana o'zini 10 kvadratli дополнительный joylari bor. Ana endi bitta ichkarilarni tomosha qilamiz. Kirishimizdan balkonimizda boshlanadi. Kuxnyamizda balkonimiz o'zi 2 ga 6 metr. Buni 2 ga bo'lib yarmini zalga qo'shib yorishgan egalari. Mana bitta kladovkamizni olib tashlab, oshxonamizdan o'tiradigan joylarni kengaytirib yorishgan. Oshxonamizdan chiqishimizdan esa sразу mana chap qo'limizda sanuzellarimiz boshlanadi. Bu yerda mana sanuzelamiz. To'rimizda esa spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 3 metrga 4,5 metr. Bu yerda esa detskiy xonamiz. Bu xonamizning ham razmeri 3 metrga 3 metr. Bu esa zal xonamiz. Razmerimiz 3,15 ga 520 plus yana mana 2 ga 3 balkonimiz bor. Oynamiz tashqari tarafga qaragan. Bemalol bu uyimizni xohlasangiz 2 gami, 3 gami bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Bu podest tarafini egalari qo'shib olishgan ekan. Razmerimiz 3 metrga salkam 3 metr. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 135 ming deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol